Mana bugun yakshanba, har doimgidek yakshanba kuni harakat qilaman. Shu dala hovliga, ya'ni bog'ga kelib, shu yerda bir foydali ish bilan shug'ullanishga. Mana bugun har doimgidek farqliroq oldingi videolarimda asosiy ma'lumotni bog'dan olardim, ya'ni gilos bog'idan. Hozir endi sekin chorva zonasiga o'tdim. O'zim yaxshi ko'radigan chorvachilik. Xo'p, mana qarasanglar, bu ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni bog'i, ya'ni gilos va olxo'ri bog'i chorvadan, ya'ni qo'y va otdan ajratib, bog'ga o'tmaydigan qilib, mana to'siqlar qildik. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Ona qo'ylar, ya'ni soliq qo'ylar. Xo'sh, bu yerda mana endi harakat Qurbon hayitiga mana o'zimizani Surxondaryo Hisorat qo'ylarini olib kelib qo'yganman, qo'chqorlarni. Xudo xolisa mana yo'lyapti. Navoda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa-da, liskiga yozsangiz ham bo'ladi. Ha? Mana bemalol misol uchun ishqibozlar bo'lsa, zotga ham olsa bo'ladi. Ya'ni juda bir sifatli qo'ziqo'chqorlar, hali yoshga to'lmagan. Shunga bugun mana yana ishimiz asosiy anaqasi, massasi bog'ga ichiga kiradigan truba plasmas qo'yilganda, bu plasmas truba shu vaqt soati kelib ezilgan. Shu ezilgan trubani sekin demontaj qilib, o'rniga asbest truba yotqish va bu ishni albatta ishchilar hozir shu bilan shug'ullanyapti va men shu ishchilarga obed harakatida man deydi-ku. Bu ham o'zi bular egasi chiqqan. Bular har bittasi mana raqamlab 1 2 3 4 ta qadrdonimiz olgan qo'ylarni. Hozir sekin ishni boshlaymiz, ya'ni ish emas, obedni. Obed harakati. Va'da bergandek mana obedga qaynatma sho'rva. Bitta zo'r gap aytaymi? Ovqat qilishni bilmayman-ku, lekin ishtiyoq juda kuchli. Allohga tavakkul qilib qozon yoqamiz. Bu narsani qozonga bosamiz deydi, pishgandan keyin bilamiz mana qanaqa oshpaz chiqishi. Allohga tavakkul. Mana boshladi unda. Nima bo'lsa bo'ladi. Bu yoqchi makar o'ladi deydi-ku. Ish boshlandi. Qaynota sho'ram, xudo xolasa bismillah deb mana boshlab oldik. Qozon qaynayapti. Samovarga o'tin tashalgan. Albatta mana mehnat avjida.